OnCloud Zone'ni Moon Edition'i bor, o'sha yana yangi rasvetkalarda taqdim qilindi va ular birinchilardan bo'lib qo'limizda obzorda ushbu qo'limdagi rasvetkasi молочный ichlari ko'k bo'lgan va xuddi shuni ichlari anaqa yashil bo'lgani ham bor va sarig'i bor. Sarig'i hali qo'limizda emas, lekin ushbu ikkita rasvetkasi birinchilardan yetib keldi. Kelinglar yaqindan birgalikda ko'rib chiqamiz. O'sha baza qolgan, ya'ni o'sha Cloud Zone'ni pochta sistemasi va tepasi materiali o'zgargan, ozgina tekstil, setkalar qo'shilgan, yozga moslangan va bunaqa chiroyli uzorlar bilan birga qilingan. Ya'ni bitta koja orqasida yana qaranglar, bir qator ko'rayotgan bo'lsa, bir qator takoy yupqa rezina materiali ham bor va fon ko'k, xuddi ichi kabi va bunaqa detallar bilan oyoq kiyim chiroyli ko'rinishga olib kelingan. Faqat bir tarafida bunaqa Shvetsariyani bayrog'i qo'yilgan, juda ham chiroyli yondashuv va yozuv mana bu ipga ko'chgan, xuddi boshqa modellar kabi. Boshqa modellarni qaysidir bitta modelda ko'rdim, xuddi shunaqa, lekin qaranglar, ikkala tarafi ikki xil bo'lib chiroyli ko'rinish beryapti. Keyingi obzorda ushbu rasvetkasini ko'rib chiqamiz. Aytganda iplarini qaranglar. Iplari ham xuddi shunaqa, nima deydi, rang bilan jihozlangan, hamda bular mana bunaqa gripro ko'rinishda qilingan. Oyoq kiyimi narxi 250 ga yaqin sotilyapti.